Xo'p, sizlarni chaqirishimdan maqsad Nurullo. Yilni yaxshi boshladik. Katta daromad bilan. To'g'rimi Nurullo? Albatta. Bu Abbosxon sizni mukofot pulingiz. 40 dona. Rahmat xo'jayin. Nurullo, bu esa sizga do'stim. Nima kecha kelganlarga jara pullaru bizga yana doimgidek mukofot pulimi? Shoshma, sen avval buni ko'r. Ey, shoshma debchi shu yergacha keldim. 5 yil umrim shu kompaniyani oyoq turish uchun o'tdi. Endi meni shu mukofot puli bilan cheklab qo'yapsanmi? Ey, ko'r sen avval buni. Ey, ertadan boshlab men qoramni ham ko'rmaysan kompaniyada. O'zi senga qo'shilib ko'karganim yo'q. Ey. Astagfirulloh. Odamda asl yuzini Abbosxon. Manfaatlar to'qnashganda bilasan. Abbosxon, doim yodingda tut uka. Bu hayotda ikkita narsani ortga qaytarib bo'lmaydi. Birinchisi pistoletdan chiqqan o'qni, ikkinchisi og'izdan chiqqan so'zni. Alloh muborak qilsin. Senga nasib qilgan ekan. Xuddi shunday vijdonan ishlashda davom et. Bosa olmas o'rnini hech o'stingman deb yurganlar, akam ukam deya har kun yo'ling poylab turganlar, keragingda qandlar berib oxirida pand berganlar, bir tiyin ota-onangdan o'zgasi bir tiyin. Uka, otamdan qolgan barcha meros senga. Men roziman. Chunki otamga oxirgi 5 yil davomida faqat o'zing g'amxo'rlik qilding. Albatta aka, mana shu qo'llarim bilan so'nggi manziliga kuzatdim. Shuning uchun uka, yur, otamni qabri ustida Qur'on tilovat qilib, duo qilib chiqaylik. Yur uka. Aka, otamdan keyin qabrga kelgani qo'rqib qolganman. O'zi kirib chiqormaysizmi? Nima deganing? Yur uka, Qur'on tilovat qilib chiqamiz. Ketdik, tush. Otamni qabri bu yoqdanmi, Nurullo? Bu yoqda bo'lishi kerak, yuringlar. Ketdik. Bu yoqdanmi? Aka, bilardim mana bu yoqda, yuringlar. Sen o'zi bilasanmi, Nurullo? Ha, yuring. Munofiq. Otangning qabrini bilmaysanmi? Nima bo'lyapti? Janjal qiladigan joy bu yer. Ushmanglar. Qabristonda ham janjal qiladimi? Akam, bu ukam. Aka, bu ukam meni shu darajada qiynadiki. Aka, bu ukangizni men bilaman. Mana bu otangizni qabrigacha qilinayotgan yo'layni davom ettirib qo'yish kerak edi. Shunga bir homiylik qilay desam, aka kelishimdan maqsad qabristonda otangizni qabriga olib boradigan yo'lni ta'mirlayotgandik. Shunga bir ozgina yordam qilsangiz deb keldim. Nima? Men yordam qilishim kerakmi? Puli bor ekan deb kela olasizlar ekanda, ha? Otamning qabrigacha nechta qabr bor? Shu qabrda yotganlarning yaqinlari qilsin. Boring aka, vaqtim yo'q mening. Aka, doim yodingizda tursin. Mana shu archani to'g'risidagi shu qabr otangizning qabrlari bo'ladi. Esingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling. Endi ukam kenja, otamni so'nggi manziliga kuzat. Shuning uchun ra'yiga qarayman-da. Nima? Otangizni so'nggi manzilga begona insonlar qo'ydi. Aka, meros masalasini. Menga qara. Sen otamning qabrini qayerdaligini unutdingmi? Merosda ham yurib